Yani birinci telefonumuz ağa Samsung A07 telefonumuz boladı. Ağa. 1.250 ming so'm bo'ldi ağa. 1.256'lık ekan. 8256'lık 1.300.000 so'm. 3 telefon, 10 da neyse. 1.750 ming so'm atib qo'yibmiz. 1.750.000 so'm 15 ni o'zi. Bu 6+6 ekan. iPhone 16 ni kopiyasi ekan. Bu o'xshaydi. Ishlasham yaxshi lekin bilan zo'r. 1 million so'm. Değil mi? Assalomu alaykum hurmatli Fayz Samsung obunachilari. Bugun 24-noyabr sanasına göre barcha telefonlarimizning Fayz Samsungdagi super narxlarini birgalikda e'lon etib o'tamiz. Videomiz oxirigacha ko'ring obunachilar, sizlarga yoqadi bu video. Manzilni tushuntirib o'taman. Manzilimiz buyog'imiz avtobusdagidan kirib kelaverishingiz. Bu yoq tarafimiz esa Sumni yon tarafidan kelaverishingiz obunachilar. Shu yerda Fayz Samsungning ikkinchi filiali joylashgan. Yana bir eslatib o'taman. Agar videoni ko'rishga tayyor bo'lsangiz, bir like, obuna bo'ling, boshladik. Allah şükür yana geldik. Assalomu alaykum va. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Ikisidan uka. Zo'r, xudo shukr. Keyfiyatlar yaxshimi? Zo'r, Allah. Qani endi bir aksiya beribsan, super aksiya. Avval aksiyani zo'r bo'ldi. Ya'ni narx-navolarni ham tushirdik. Shundan 1.250 obunachi. Avval. Birdan ham. Shunchasi bor. Xolani 100% topib beramiz. Izini ham yetirib beramiz. Izi bor, to'g'rimi? Yana obunachilarimiz Allah şükür ne koyup verdi, skitçe koyup verdi. 1.250.000 so'm. 07. Çotça lekin. Xatirasınca mı? 64'lik ağa. 64'lik. Neçe 64? 464 bo'ladi. 464. Acayip. Çok civacı lekin. 464 obunachilarimiz. A07 Samsung. 1.250.000 so'm. Super narx. Meni narxi içeride yok. Acayip. Keyingi model 17'lerin neçe so'm bo'lib turibdi, Allah şükür. 17'lerimiz ama hech kimi, ya'ni bundan bahada yo'q. 2.30 so'm etdik ağa. 2.30.000 so'm. Yana ko'rganlaringiz. 17. 2.30. 2.30.000 so'm. Yaxshi. Zakonni. Acayip. Keyingi model, endi bugun qisqacha aytamiz obzorni. Keyingi model A36 necha so'm? A36'lar 3.700.000 so'm bo'ldi bu. 3.700.000 so'm A36. 3.700 aytdik. 128'lik. 128'lik oladi. 56 necha o'tibdi? 56'mızda məli hech kim o'ylaman baxa, ya'ni qarang, 128'dagi 4.300 etdik. 256'lıkı 4.700.000 so'm etdik. 4.700.000 so'm. Yine. Narx çok çotki. Acayip narx. Çotki baxa. Endi yana necha modellar bor? M'lar bor ekan, M35 bor ekan, M36 necha so'm bular? M36'mız ağa, ya'ni 3.300.000 so'm, 5chi. 1 yil garantiya ofitsialniy. 128'lik bo'ladi. Acayip. Yine. M16'lar ham bormi? M16 mı? Qo'ydi. Ava, bor undan ham. Ya'ni bu to'shli 2.50.000 so'm etib qo'ydik. 2.50. 128 bo'ladi bu. 128'lik. Yine. Ofitsialniy 1 yil garantiyasi Redmi'lerden bor. ne gapsiz bo'lib turibdi? Redmi'lerdan chotki bahada qo'yganmiz. Necha so'mdan boshlanadi Redmi? Redmi'lar 980.000 so'mdan boshlanadi ağa. 980.000 so'm. 980.000dan 64'lik bo'ladi bu ağa. Redmi A5 64'lik 980.000 so'm. Bormi yaxshi narx? Acayip. 128'lik bormi? 128'lik ham bor. Ya'ni Bunun puli necha 120 so'm? 1.140 ağa. 1.140.000 so'm. Yine. Keyin toza modellardan 15C. 15'imiz ham zo'r bahada qo'ydi. 128'liki necha so'm? 128'dagi 1.400.000 so'm etib qo'ydik ağa. 1.400.000 so'm. Yine. 8'e 120. 6.000 watt batareyasi yana. Acayip. Keyingi modellar, keyin Motorola bor ekan. Motorola'mız ham bor ağa. 1.300.000 so'm. 1.300.000 so'm. Yine. 1.300. Açmam ko'rsatishim mumkin buni. Nima qiziq bo'lsa Motorola yana bor. Chotchi firmami bilgan biladi. Acayip modellari Motorola'ni. Keyin hozirgi kunda zo'r telefonlarimizdan yana biri Redmi'lardan Redmi 7000 matchlis ham keldi. 15. 15. 15'ni o'zi. Bu necha so'm ekan? 1.900.000 so'm ağa. Nechaliki bu? Tak, 128 16 ağa. 8 plus 8 16 128 bo'ladi ekan 7000 match. 1.900. Arzaraki bormi? Arzaraki mi? Tak. Bor yine. 1.750.000 so'm etib qo'yibmiz. 1.750.000 so'm 15'ni o'zi. Bu 6 plus 6 ekan 12 128'lik. 1 millioncha? 750.000 so'm. 1.750.000 so'm 7000 match. Yaxshi. 7000 match. Pro necha so'm? 14 Pro. Redmi Note 14 Pro'muz ağa, yine bam aksiya bahada 3.50.000 so'm etib qo'yibmiz. 256'lık. so'm. Yine acayip 3.50.000 so'm. 8256'lık. Yaxshi, acayip bam. Chotchi variant. Keyin Infinix'lardan ne gapsiz? Infinix'dan ham zo'r bulardan ham aksiya qo'yganmiz. Ya'ni Infinix'imiz ağa 980.000 dan boshlanadi bu. Qani, ko'rsak bo'ladi. Tak.
980 mingdan başlanadigan telefonimiz hozirda. Bu yerda yine. Infinix'imiz. Smart 10 HD. Açık görsek bo'ladimi? Bo'ladi. Ha. Yine. Smart Bo'ladi. HD 64lik obunachilar cho'tki narx ham 980 ming so'mlik 1 yil kafolati bilan yaxshi. Keyin mana 16 ga o'xshaydigan chiqadi-ku, iPhone 16 ga o'xshaydigan. iPhone 16 o'xshaydiganmi? Tak. Obunachilar Yine. bunda 1 millionlik bor ekan. 1 millionlik yine. Açık göramizmi? Göremiz ha. Cho'tki vidam yaxshi. 1 million so'm ekan aksiya narx. Yani iPhone 16 ni ko'p yasa ekan bu o'xshaydi. Ishlash ham yaxshi, lekin bilan zo'r. 1 million so'm ayni. Kommentariyada yozib beringlar, nechik bahasi? Arzonmi, qimmatmi? Keyingi modellar. Keyingi modelimizda Nechiki bor keyingisi buni? Infinix'lar. Bundan qimmatroq bormi? imagani. Yine 1 milyon 300 ming so'm. 1 million 300 ming so'm. Lekin pametini qarang endi buni. Pametini chelak ekan. 1 million 300 ming so'm, 256 lik ekan. 8 ga 256 lik 1 million 300 ming so'm. 3 telefon, 10 ni narsa ekan bu. Köpiyasi o'zi. 256 lik köpiyasi 1 million 300 ming so'm, 256 liki. 128 ligi bormi buni Alloh shukr. Tak, 128 ligine yaradan bo'lsa qara. Ben 128 ligi bor inak. 128 ligincha so'm. 1 milyon 150 ming so'm. 1 million 150 ming so'm 128 ligi bor. Cho'tki narxda. Kimga kerak bo'lsa kelaverasizlar. Obunachilar iloji bo'lsa kreditga girmanglar, aralashmanglar. Bizlar ham shu tarafdorimiz. Bugungi kunda narx arzonlarimiz yaxshi. Agar mabodo arzonroq telefonlar kerak bo'lsa, arzonroq telefonlarimiz ham bor. Argi filialimizda bor. Ularni ham 1 yillik kafolati bilan qo'yibmiz. Sensor telefonlar 300 ming so'mdan boshlanadi. 300 ming so'mdan 1 yil kafolati bor. Knopka telefonning pulidan u. Shunda keyingi 60 oy 128 ligi. Pulincha so'm ekan bu. 1 milyon 300 ming so'm ha. 1 million 300 ming so'm. Ofitsialniy Dizayn. garantiya bor. Cho'tki dizaynini, toza dizayn. Qaranglar, 1 million 300 ming so'm. 1 million 300 ming so'm. 8 ga 128 bo'ladi ekan. Kommentariyada yozinglar, bunachilar nechik narx? 1 million 300 ming so'm stoyitmi? Infinix 60i toza model 1 million 300 ming so'm. İçinden hamma o'zi chiqadi, yana. Zaryadchiki, naushniki chiqadi. Keyingi model. Keyingi modellerimiz şu 50 Pro bor, aga. 50 Pro. Imunda 10 bor ekan, smartfon, toza Smart model. 10 plus ham bor bunaqa inak. Ko'rganda inak 128 ligi. Açsak bo'ladimi ichi? Ha, açıp ko'rsak bo'ladi. Inak bu dum zo'r modeli bu. Smart 10. O'sray rengi. 10 plus degan ekan, toza model. Pulincha so'm? 1 milyon 460 ming so'm aga. 1 million 460 ming so'm. Kimga qiziqli? Kommentariyada yozinglar. Kommentariyada yozinglar. Nav fikrlaringizni yozinglar. Xafa bo'lish yo'q. To'g'ri, o'zingiz fikrlaringizni yozishingiz mumkin. Keyingi model 50 Pro degan telefon bor ekan. Ha, 50 Pro bor. Tak. 50 ni o'zi bor ekan, 50 ni o'zi. 50 ni o'zi ham bor. Pro'ni plus ham bor buni. Qani hammasini ko'rib o'tamiz. 50 ni o'zi bor. 50 ni o'zi. Yana ichida Bor mana o'zgacha 50 ni o'zi. Buni chanchalik 16 ga 128 lik ekan. Pulincha so'm ekan buni. 1 milyon 690 ming so'm bor. 1 million 690 ming so'm 50 ni o'zi. Buni Pro ham bor keyin. Aha. 50 Pro. Inak. 50 Pro açık ko'rsak bo'ladimi? Ha. Hot 50 Pro. Obunachilar Hot 50 Pro. Hot 50 Pro. Pulincha so'm? 2 milyon 100 ming so'm aga. 2 million 100 ming so'm. Bor meni ajoyib. Svet ham ajoyib. Titanium svet. Keyingi model. Keyingi modelimiz 50 Pro Plus. Plus'una ham aytsadim aga. Ya'ni 16 ga 256 lik 8 plus 8. Dum o'ta darajada komfortli 16 ga telefonimiz. 256 lik. Ha. Oo, bu yana sal boshqacharoq ekan. Sal tonki, keyin edge ekran bo'ladi. Pulincha so'm buni? Pulona yaradan bo'lsa 2,5 million so'm bor. 2,5 million so'm. Ha. 2,5 million so'm. Keyin 60 Pro bormi ekan? Hot 60 Pro mu? Bor. Shunday. Hot 60 Pro'miz bor. 100%. Inak. 60 Pro. Bu 16 ga 256 lik bo'ladi aga. Inak. 60 Pro. Buni qo'lda yengil turadi bu. Bam ajoyib ya. Svezi ham yaxshi bo'ladi obunachilar. Puli arzon, hamyonbop, ishlash ham zo'r. Bulardan ko'p sotib o'tiribmiz. Shu xodimlar norozi bo'lgan odam yo'q.
Ajoyib model. Buncha so'm? Buni bahosi 2350 ming so'm. 2350. Necha ekan bu? Tak. Görüvereyim şu elinde. 16 ga 256'lık 2350 ming so'm. Pro Plus'u bormi? Bor. 60 Pro Plus. Bu keyingi model. Toza model bormi? Bunun içinde şişe laminat ham chiqadi. Shisha laminati. Silver svet bo'ladi bu. Bormi, mana cho'tchi bormi shunday. Tonka ekan. HD ekran bo'ladi. Puli shunda buni puluncha so'm? Puluna gelen 2650 ming so'm ağa. 2.650 ming so'm. Bormi, cho'tchi variant ekan. Allohlar kommentariyada fikrlaringizni yozinglar. Esa obunachilar, bizani aksiyamiz keyingi videomiz chiqincha davom etadi obunachilar. Ya'ni ko'rganlaringizdek E17 va E07, E07 1.250 ming so'm, 17'miz esa 2.30 ming so'm. Hammangizni Face Samsung'da kutamiz. Bir like va obuna bo'lib qo'ying. Xayr.